Shayton aytar ekan, agar men bandani bir narsaga yo'llay olsam, uni boshqa ibodatiga qaramayman der ekan. Haromga yo'llay olsam, shu haromga rozi bo'ladigan darajaga tushirib olsam, uni namozi-yu, ro'zasi-yu, saxovati-yu, zakotiga qaramayman der ekan. Haromdan pul topishga rozi bo'lsa, yolg'on gapirib, o'sha topgan puliga hajga bormoqchi bo'ladimi? Shu topgan puliga qurbonlik qiladimi? Shu topgan puliga bozorlik qilib, saharlikda, iftorlikda shu topgan puliga saharlik, iftorlik qiladimi? Shu topgan puliga nima ehson qiladimi? Yoki shu topgan puliga kiyim olib, egniga kiyim kiyib namoz o'qiydimi? Bandaning egnidagi libos 10 dirhamga kelgan bo'lsa, 1 dirhami